Assalomu alaykum, xayrli yakshanba izlarim. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun ishlarimiz juda ham ko'p. Xudo xolisa kuzatib turinglar. Men sizlar bilan bo'lishib boraman. Nima demoqchiman? Kecha direktni o'qib o'tirdim-da, vaqtim bo'ldi. O'qib o'tirsam 80% odam onlayn kurs haqida so'rab yozishgan. Onlayn kurs baribir offlaynchalik bo'lmaydi, oldindan aytib qo'ying. Lekin onlayn kurs o'quvchilarimizning natijasi bomba. 2000 dan ortiq onlayn kurs o'quvchilarimiz bor. Hammasi mamnun, birorta negativ gap shu kungacha bo'lmadi. Allohga behisob shukr. Xo'p, nima demoqchiman? Onlayn kursim arzon emas. Skidka narxida ham yo'q, bundan keyin ham bo'lmaydi. O'shaning uchun nima desam, 5 million so'm 2 oyga kimda kim olmoqchi bo'lsa, xuddi offlayndagi o'qishingiz mumkin, lekin skidka narxida mendan so'ramanglar. Bir martami, 2 marta men hamma o'quvchilarimga aytaman-da, lug'atinglardan mikin degan so'zni olib tashlanglar. Voy qila olarmikinman, bo'larmikin degan so'zni ikkilanishi Alloh tomoniga ikkilanishda. Bu narsani lug'atdan вообще olib tashlash kerak. Qila olaman, meni qo'limdan keladi, men uddalayman, обязательно. Mana shu narsani odat qilib olinglar. Mikin degan so'zni olib tashlanglar, ikkilanmanglar hech qachon. Allohimga tavakkal qilinglar. Sidqi dildan duolaringizda so'rab, ilmimiz ziyoda qilgin, shunaqa darajada tez va oson yuqtirgin deb duo qilib, Allohimdan erkalanib so'ranglar. Albatta Xudo xolisa Allohim o'zi yetkazadi. Umuman olganda ilm yo'lida safarga chiqqan inson bilan Alloh mana shunday anaqa yonma-yon bo'lar ekanda. Yonida turar ekan. O'shaning uchun ikkilanmanglar, hunarli bo'linglar. Ertaga Xudo xolisa farzandingizlarga o'rgatasizlar, balki o'quv markazi ocharsizlar sizlar. Shahnoz opa, qo'rqyapman yoki Shahnoz anaqa hijolat bo'lyapman, yoshim katta-da, borsam hamma ustimdan kulmasmikin deb yozganlar ham bor-da. Offlayn kursimga yo'q, ne kuladi? Sizlarga o'xshagan oddiy odamlar ular ham, biz ham oddiy insonmiz. Unaqa qo'rqib, hayajonlanib borsammikin emasda, boraman, men o'rganaman. Bitta men o'qishimga emas, любой o'qishga. Hunarli bo'linglar, обязательно. Hunarli inson hech qachon xor bo'lmaydi. Любой vaziyatdan, любой sinovli kunlardan, любой qiyinchilikdan chiqib keta oladi. Har doim masliga aytaman, har doim hunarli insonning qo'lida puli bo'ladi. Pul keladigan joyi bo'ladi. O'shaning uchun hech ham ikkilanmanglar. Hammamiz insonmiz. Odam qilgan ishni odam qiladi, eplaydi albatta. Sizlar prosta ikkilanmanglar, Allohga tavakkal qilinglar va boshlanglar bu ishni. Boshlash shart. Gapim uzilib qoldi. 2 marta qildim skidka narxida, bo'ldi, boshqa qilmayman, mendan so'ramanglar, xafa bo'lmanglar. Xudo xolisa offlayn kursimni so'raganlar uchun 6-apreldan ochiladi. O'tda bemalol noldan boshlab model chizish, andaza qilish, bichish, tikish, hammasini noldan boshlab o'rganasizlar. Hattoki astarli kostyum, zamokli shimgacha bor. Oxirida вечерник o'ynaylik. Umuman olganda o'quvchilarimiz natijasi bilan bo'lishib boraman-ku har doim. Ko'rasizlar, rostdanmi o'zingiz tikib bermaysizmi deyotganlar uchun rostdan o'zlari tikishadi. Hech kim ularni o'rinlariga o'tirib tikib bermaydi. Bizda nima desam, количество emas, o'quvchilarni ko'p qilib olmaymiz. Eng muhimi kачество. Kачество muhim. O'shaning uchun offlayn kurs o'quvchilarimiz 5 yildan beri, 5 yildan sal oshdi, 5000 dan ortiq hammasi natija bo'lgan. Hech bo'lmasa uyda o'tirib mahallaga tikib beradigan darajada bo'lishgan noldan. Offlayn kursimda albatta natija bo'ladi. Umuman neni ushlashni bilmasanglar ham noldan boshlab hammasini o'rgatamiz. Bizdan o'rgatish, sizlardan mehnat, harakat. Xudo xolisa birgalikda katta natijalarga erishamiz. Albatta harakat qilinglar. 6-apreldan yozdirilib olinglar. Ko'pchilik hozir yozdirilibdi-da, qanaqa? Prosta ism, familiya, nomer qoldirishyapti. Unaqalar, ishoninglar, 1000 tadan ko'p-da. Masli daftari ham ko'rsataman, qizli 1000 tadan ko'p odam yozdirilyapti. Unaqa yozdirilish ketmaydi, bizda odam ko'p-da, bittada guruhlar to'ladi. O'shaning uchun biz nima desam, 200 ming so'm kamida to'lov qilasizlar. To'lov qilganingizdan keyin biz ro'yxatga olamiz. Prosta ism, familiya yozganlar diqqatiga, sizlar ro'yxatdan o'tmagansizlar. Shuni ham inobatga olinglar. Men hozir nomer qoldiraman. O'shanga yozasizlar, sizlarga karta nomer tashishadi yoki lokatsiya tashib berishadi. Kelib to'lov qilishingiz mumkin yoki через klik, farqi yo'q.